Salom qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan shoshilinch va o'ta muhim mavzuni muhokama qilamiz. Hozir aytadiganlarim har biringizga taalluqli oilangizga, moliyaviy barqarorligingizga va hatto kundalik hayotingizning oddiy jarayonlariga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz hozir aytiladiganlarga e'tibor bermasangiz, 2026 yil aprel oyidan boshlab jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Hukumat tomonidan berilgan ogohlantirishni eshitdingizmi? Yo'q bo'lsa diqqat bilan tinglang, chunki bu sizning kelajagingiz uchun juda muhim. Bu kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni hozirdanoq unutmang. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi. Muammoning mohiyati xo'sh, avvallari qanday edi? Biz kundalik hayotimizda turli xil jismoniy hujjatlardan foydalanardik. Ichki pasport, xorijga chiqish pasporti, tug'ilish haqidagi guvohnoma, turli xil ma'lumotnomalar va hokazo. Har bir xizmatni olish uchun o'ziga xos hujjat talab qilinardi. Misol uchun, bankda hisob ochmoqchi bo'lsangiz, pasportingizni olib borardingiz. Bola maktabga joylashtirmoqchi bo'lsangiz, tug'ilish guvohnomasini, ko'chmas mulk oldi-sottisida esa juda ko'p qog'ozbozlik, turli idoralarga yugur-yugurlar, qo'l imzolari va shtamplar bilan bog'liq jarayonlar mavjud edi. Bu albatta o'ziga yarasha noqulayliklar tug'dirardi. Navbatlar, sarflangan vaqt, ba'zan esa inson omili sababli xatolar. Har bir davlat organi o'zining alohida ma'lumotlar bazasiga ega bo'lgani uchun bir joydan olgan ma'lumotnoma boshqa joyda qayta talab qilinishi oddiy hol edi. Bu esa byurokratiyani kuchaytirib, aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lardi. Endi esa nima o'zgardi? Hukumat 2026 yil aprel oyiga qadar jismoniy shaxslarni raqamli identifikatsiyalash tizimini to'liq yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Prezidentimizning tegishli qarori va hukumatning ko'rsatmalariga asosan mamlakatimizda barcha fuqarolar uchun yagona integratsiyalashgan raqamli identifikatsiya tizimi joriy etilmoqda. Bu shuni anglatadiki, aprel 2026 yildan boshlab davlat xizmatlarini olish, bank operatsiyalarini amalga oshirish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, ko'chmas mulk bilan bog'liq bitimlarni rasmiylashtirish va hatto oddiygina tibbiy xizmatlardan foydalanish uchun sizga yangi turdagi hujjat, biometrik ID karta yoki unga tenglashtirilgan raqamli imzo eri zarur bo'ladi. Eski namunadagi pasportlar yoki hujjatlar garchi o'zining amal qilish muddati bo'lsa-da, yangi tizimda bir qator muhim operatsiyalar uchun yetarli bo'lmaydi. Bu yangilanishning asosiy sababi davlat xizmatlarini tezkor, shaffof va qulay qilish, qog'ozbozlikni kamaytirish, korrupsiyaning oldini olish hamda shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashdir. Bu jarayon fuqarolarga qulaylik yaratishga qaratilgan bo'lib, har bir harakatni elektronlashtirish va shaxsni aniqlash jarayonini yagona platformada birlashtirish orqali erishiladi. Asosiy qism 1. Batafsil tushuntirish xo'sh nimalarni bilishingiz kerak? Bu o'zgarishning markaziy elementi. Bu yangi biometrik ID karta va elektron raqamli imzo eri. Yangi ID karta bu nafaqat sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, balki unda biometrik ma'lumotlaringiz, barmoq izlari, yuz rasmi saqlangan va u sizning yagona raqamli identifikatoringizga aylanadi. Eri esa sizning shaxsingizni elektron muhitda tasdiqlovchi noyob raqamli imzo bo'lib, u yuridik kuchga ega va sizga masofadan turib turli hujjatlarni imzolash, davlat xizmatlaridan foydalanish imkonini beradi. Kimlar xavotir olish kerak? 1. Eski namunadagi pasport egalari. Agar siz hali ham eski, yashil yoki qizil rangdagi pasport bilan yashayotgan bo'lsangiz, siz birinchi navbatda xavotirga tushishingiz kerak. Sizning pasportingiz rasman amal qilish muddatiga ega bo'lishiga qaramay, 2026 yil apreldan boshlab yangi tizimga integratsiya qilingan ko'plab xizmatlar uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, endi banklar sizdan yangi ID kartani talab qiladi. Chunki bu ularning xavfsizlik protokollarining bir qismiga aylanadi. 2. O'z mulkini raqamli ro'yxatdan o'tkazmaganlar, ko'chmas mulk egalari ayniqsa bu borada ehtiyot bo'lishlari kerak. Hozirda ko'chmas mulk hujjatlari elektronlashtirilmoqda, kadastr ma'lumotlari yagona bazaga kiritilmoqda. Agar sizning kvartirangiz, uyingiz yoki yer uchastkangiz bilan bog'liq ma'lumotlar to'liq raqamlashtirilmagan bo'lsa va sizda yangi ID karta bo'lmasa, 2026 yil apreldan keyin oldi-sotdi, hadya qilish yoki garovga qo'yish kabi bitimlar sezilarli darajada qiyinlashishi mumkin. Hatto kommunal xizmatlarga bog'liq savollarda ham muammolar yuzaga kelishi ehtimoli bor. O'tib pensiyaga chiqqanlar va nafaqa oluvchilar, keksa yoshdagi fuqarolarimiz ko'pincha texnologiyalar bilan unchalik do'st emaslar.
agar siz pensiyani bank kartasiga emas, balki pochta orqali yoki naqd pulda oladigan bo'lsangiz, yaqin kelajakda bu tizim ham raqamlashtiriladi. Yangi ID karta sizga pensiyani bevosita yangi raqamli bank hisob varag'ingizga olish imkonini beradi va buning uchun yangi ID karta asosiy hujjatga aylanadi. Gulnora Buvijon 7 yoshda misoli bunga yaqqol misol bo'ladi. U har oy pensiyasini pochta orqali olardi. Endi hukumat barcha pensiyalarni bank kartalariga o'tkazishni va bu jarayonni yangi ID karta bilan bog'lashni rejalashtirmoqda. Agar Gulnora Buvijon 2026 yil aprelga qadar yangi ID karta olmasa, uning pensiyasi o'tkazilishida uzilishlar bo'lishi, u bir necha marta bankka yoki tegishli idoraga borishi va o'zining yoshiga qaramay navbatlarda turishiga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa uning uchun katta noqulaylik va stressga sabab bo'ladi. Tadbirkorlar va yuridik shaxslar rahbarlari, agar sizda hali mavjud bo'lmasa yoki eskirgan bo'lsa, siz ham darhol harakat qilishingiz kerak. Davlat organlari bilan elektron muloqot, hisobotlarni topshirish, litsenziya va ruxsatnomalarni olishning deyarli barcha jarayonlari orqali amalga oshiriladi. Yangi tizimda eski usullar to'liq istisno qilinishi mumkin. Alisher kichik biznes egasi yangi litsenziya olish uchun ariza topshirish kerak edi, lekin uning eski pasporti bor edi va u hali olmagan. Natijada u davlat xizmatlari portalidan foydalana olmadi va barcha hujjatlarni jismoniy ravishda topshirishga majbur bo'ldi. Bu jarayon unga bir oy davomida qimmatli vaqtini yo'qotishiga, ko'plab qog'ozlar to'plashiga va navbatlarda turishiga sabab bo'ldi. Uning biznesi esa bu orada turib qoldi. 5. Farzandlarini bog'chaga yoki maktabga joylashtirmoqchi bo'lgan ota-onalar. Kelajakda ta'lim muassasalariga hujjat topshirish ham to'liq elektronlashtiriladi. Buning uchun sizning ham, farzandingizning ham ma'lumotlar yangi raqamli tizimda bo'lishi kerak. Yangi ID karta bu jarayonning asosiy kalitidir. 6. Katta bitimlar, uy sotib olish, mashina olish rejalashtirayotganlar. Agar siz yaqin kelajakda, ayniqsa 2026 yilga yaqin ko'chmas mulk sotib olish, avtomobil rasmiylashtirish yoki boshqa yirik moliyaviy operatsiyalarni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, yangi ID karta va sizga bu jarayonlarni sezilarli darajada tezlashtiradi. Karimovlar oilasi misoli. Ular yangi uy sotib olmoqchi edilar. Lekin uyning eski namunadagi hujjatlari bor edi va sotuvchida ham yangi ID karta yo'q edi. Natijada barcha ma'lumotlarni elektron tizimga kiritish, eski hujjatlarni yangi standartlarga moslashtirish uchun 3 hafta vaqt ketdi. Bu vaqt ichida ular uchun mo'ljallangan bank krediti foizi biroz oshdi va ular rejalashtirgandek tez ko'chib o'ta olmadilar. Ularning moliyaviy yo'qotishlari 2 ming so'mga yaqin bo'ldi. Bunga asabiy holat va stressni qo'shing. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi, lekin baribir tekshirish kerak. 1. Yangi namunadagi biometrik ID kartaga ega bo'lganlar. Agar siz allaqachon so'nggi rusumdagi ID kartani olgan bo'lsangiz, demak, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat tayyor. Ammo baribir uning amal qilish muddatini tekshirishni unutmang. 2. Yaqinda ID karta olgan yoshlar. Odatda talabalar yoki ishga kirgan yoshlar yangi ID kartaga ega bo'lishadi. Sizning holatingizda ham asosiy hujjat joyida, lekin ba'zi bir qo'shimcha raqamli xizmatlar uchun, masalan, olish sizga qo'shimcha harakatlar qilish kerak bo'lishi mumkin. Hatto siz yangi ID kartaga ega bo'lsangiz ham olish imkoniyatini ko'rib chiqing. U sizga ko'plab byurokratik to'siqlardan qutulishga yordam beradi. Asosiy qism 2. Istisnolar, qaltisiyatlar va sezilmas nozikliklar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan qaltisiyatlar va kutilmagan nozikliklar mavjud. Ularni bilish sizga xatolardan himoyalanishga yordam beradi. Istisnolar, biri chekka va oliy hududlar, hukumat ba'zi bir chekka. Yetib borish qiyin bo'lgan hududlardagi aholi uchun vaqtinchalik imtiyozlar yoki uzaytirilgan muddatlar belgilashi mumkin. Lekin bu juda kam uchraydigan holat va bunga ishonib o'tirish mutlaqo noto'g'ri. Agar siz bunday hududda yashamasangiz, bu istisno sizga taalluqli emas. Agar yashasangiz ham imkon qadar tezroq hujjatlaringizni yangilashga harakat qiling. Chunki istisnolar doim ham barqaror bo'lmaydi va har qanday vaqtda bekor qilinishi mumkin. 2. Jismoniy imkoniyat cheklangan va yotoqda yotgan fuqarolar. Nogironligi bo'lgan shaxslar yoki doimiy ravishda yotoqda yotadigan fuqarolar uchun davlat xizmatlari markazlari yoki FHDV bo'limlari xodimlari uylariga borib xizmat ko'rsatishlari mumkin. Bu holatda sizning yaqinlaringiz yoki ijtimoiy xizmatlar vakillari tegishli idoraga murojaat qilib, uyga chiqish xizmatini so'rashlari kerak bo'ladi. Misol uchun,
Murod aka Tayg'uzin 5 yoshda yotoqda yotadi. Uning o'g'li davlat xizmatlari markaziga borib, otasi uchun ID karta olish bo'yicha uyga chiqish xizmatini so'radi. Markaz xodimlari 2 hafta ichida Murod akaning uyiga borib, uning biometrik ma'lumotlarini oldilar va kerakli hujjatlarni rasmiylashtirdilar. Bu jarayon nisbatan qulay bo'lsa-da, uni ham oldindan rejalashtirish lozim. Qaltis jihatlar. Birin, firibgarlar har doim shunday katta o'zgarishlar paytida firibgarlar faollashadi. Ular sizga tezkor xizmatlar taklif qilishlari, eng yaxshi joy yoki navbatsiz o'tishni va'da qilishlari mumkin. Buning uchun sizdan yuqori to'lovlar talab qilib, shaxsiy ma'lumotlaringizni, masalan, pasport seriyasi, PIN-FL, bank kartasi raqami, bir martalik SMS kodlar so'rashlari mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni begonlarga bermang. Davlat xizmatlari faqat rasmiy davlat xizmatlari markazlari, ichki ishlar organlari yoki my.gov.uz portali orqali amalga oshiriladi. Hech bir davlat xodimi sizdan telefon orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki bank kartangizning PIN kodini so'ramaydi. 2. Noto'g'ri ma'lumotlar. Ijtimoiy tarmoqlarda yoki norasmiy manbalarda tarqalgan noto'g'ri ma'lumotlarga ishonmang. Faqat rasmiy davlat organlarining veb-saytlari, davlat xizmatlari markazlarining rasmiy Telegram kanallari yoki hukumatning rasmiy e'lonlariga tayanib ish tuting. Biror narsaga shubha qilsangiz, bevosita davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Oxirgi daqiqaga qoldirish. Agar siz 2026 yil mart oyiga qadar kutib o'tirsangiz, davlat xizmatlari markazlarida va ichki ishlar bo'limlarida katta navbatlar paydo bo'lishi muqarrar. Bu esa sizning hujjat olish jarayoningizni sezilarli darajada kechiktirishi, sizga ortiqcha vaqt yo'qotishi va stress keltirishi mumkin. O'ylang, agar minglab odamlar bir vaqtning o'zida murojaat qilsa, ish hajmi qanchalik oshadi? Oqibatda xizmat ko'rsatish sifati ham tushib ketishi mumkin. Bugundan boshlab harakat qilish eng to'g'ri yechimdir. Sezilmas nozikliklar 1. Oilaviy xizmatlar uchun barcha oila a'zolarida ID karta bo'lishi. Ba'zi bir uy-joy kommunal xizmatlari yoki ijtimoiy yordam olishda barcha oila a'zolarining ma'lumotlari yangi raqamli tizimda bo'lishi talab qilinishi mumkin. Misol uchun, kommunal xizmatlarga o'zgartirish kiritish, subsidiya olishda oilaning barcha a'zolarining ID kartalari kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat o'zingiz emas, balki oilangizdagi har bir shaxsning ID kartasini tekshirib chiqing. 2. IRning amal qilish muddati. Elektron raqamli imzo odatda ma'lum bir muddatga beriladi. Masalan, 1 yil yoki 2 yil. Siz muntazam ravishda IRingizning amal qilish muddatini tekshirib turishingiz va muddat tugamasdan avval uni yangilashingiz kerak. Aks holda elektron hujjatlar bilan ishlashda uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Eski hujjatlardagi kichik tafovutlar. Eski pasportingizda yoki tug'ilish guvohnomangizda ism familiyangizning yozilishida kichik bir xatolik yoki harflarning o'zgarishi borligini tasavvur qiling. Masalan, Gulnoza o'rniga Gulnoz yozilgan. Eski tizimda bu unchalik katta muammo tug'dirmasligi mumkin edi. Ammo yangi integratsiyalashgan raqamli tizimda hatto eng kichik tafovut ham ma'lumotlar bazasida mos kelmaslikka olib kelishi mumkin. Bu esa ID karta olish jarayonida yoki keyinchalik davlat xizmatlaridan foydalanishda jiddiy kechikishlarga sabab bo'ladi. Dastlab sizga ushbu xatolarni tuzatish, ya'ni tegishli FXDYO bo'limiga murojaat qilish, sud orqali ma'lumotlarni to'g'rilash kerak bo'ladi. Bu esa ancha vaqt va mablag' talab qiladi. Xorijdagi fuqarolar. Xorijda yashayotgan yoki ishlayotgan fuqarolarimiz ham bu yangilikdan chetda qolmaydi. Ular ham yangi ID kartaga ega bo'lishlari kerak. Buning uchun ular O'zbekistonning chet eldagi elchixonalari yoki konsulliklarga murojaat qilishlari mumkin. Jarayon ularning joylashgan mamlakatiga qarab biroz farq qilishi mumkin. Lekin asosiy talablar bir xil. Shu sababli chet elda bo'lgan yaqinlaringizga ham bu ma'lumotni yetkazish juda muhim. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Qadam-qadam ko'rsatmalar. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga murojaat etishingiz lozim? Qanday hujjatlar to'plashingiz kerak? Ilk qadam, mavjud hujjatlaringizni tekshiring. Birinchi navbatda hozirgi pasportingizni eski namunadagi bo'lsa, ID kartangizni agar mavjud bo'lsa, tug'ilish guvohnomangizni, nikoh guvohnomangizni va mulk hujjatlaringizni agar mavjud bo'lsa tekshirib chiqing. Ularning amal qilish muddatini, ma'lumotlar to'g'riligini, ism, familiya, tug'ilgan sana tekshiring. Agar pasportingiz eski namunadagi bo'lsa, uni almashtirish vaqti kelgan. Agar ID kartangiz allaqachon mavjud bo'lsa, uning amal qilish muddatiga e'tibor bering.
ikki qadam sizga nima kerakligini aniqlang. Agar sizda eski namunadagi pasport bo'lsa, sizga yangi biometrik ID karta kerak. Agar sizda yangi ID karta bo'lsa, lekin siz tadbirkor bo'lsangiz yoki tez-tez elektron hujjatlar bilan ishlasangiz, sizga elektron raqamli imzo eri kerak bo'lishi mumkin. Agar sizning yoki oilangiz a'zolarining ma'lumotlarida pasport yoki tug'ilish guvohnomasida xatoliklar mavjud bo'lsa, dastlab ahadiyya bo'limiga murojaat qilib ma'lumotlarni to'g'rilash kerak bo'ladi. Bu harakat yangi ID karta olishdan oldin amalga oshirilishi shart. 3 qadam kerakli hujjatlarni to'plang. Yangi ID karta olish uchun odatda quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Eski namunadagi pasport, guvohnoma asli nusxasi va nusxasi. Nikoh guvohnomasi, agar mavjud bo'lsa, asli va nusxasi. 3x4, 5 sm o'lchamli 2 ta rangli fotosurat. Lekin ko'pincha davlat xizmatlari markazida o'zlarining fotokamerasidan foydalanadilar. Davlat boji to'langanligi haqida kvitansiya, summa va to'lov usullarini oldindan aniqlang. Bu odatda davlat xizmatlari markazining o'zida ham to'lanishi mumkin. Olish uchun esa yangi ID karta, asl nusxasi, stir soliq to'lovchining identifikatsiya raqami, davlat boji to'langanligi haqida kvitansiya. 4 qadam. Qayerga borish kerak? Aksariyat fuqarolar uchun asosiy manzil bu davlat xizmatlari markazlari. Ular har bir tumanda mavjud va sizga barcha kerakli ma'lumotlarni berishadi hamda hujjatlarni qabul qilishadi. Shuningdek, ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, pasport stollari ham ID karta berish bilan shug'ullanadi. Olish uchun siz davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga murojaat qilishingiz mumkin. 5 qadam ariza berish jarayoni. Agar siz ID karta olmoqchi bo'lsangiz, davlat xizmatlari markaziga boring. U yerda mutaxassis sizga ariza shaklini to'ldirishga yordam beradi. Biometrik ma'lumotlaringiz, barmoq izlari, yuz rasmi markazning o'zida olinadi. Davlat bojini to'laysiz, odatda bu ham markazning o'zida amalga oshiriladi. Agar siz olmoqchi bo'lsangiz, MyBonk.uz portali orqali onlayn ariza topshirishingiz mumkin. Ba'zi holatlarda ni masofadan turib, video konferensiya orqali ham olish imkoniyati mavjud. Agar onlayn olishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. 6 qadam. Ariza topshirgandan so'ng nima kutish kerak? Ariza topshirgandan so'ng sizga hujjatni qabul qilinganligi to'g'risida kvitansiya yoki xabarnoma beriladi. Odatda ID kartani tayyorlash ma'lum bir muddatni oladi. Masalan, 15 ish kuni siz mytonk.gov uz portali orqali yoki davlat xizmatlari markaziga qo'ng'iroq qilib, arizangizning holatini tekshirishingiz mumkin. Hujjat tayyor bo'lgach, sizni xabardor qilishadi va uni markazdan olib ketishingiz mumkin bo'ladi. 7 qadam. Keksa yoshdagi va nogironligi bor shaxslar uchun. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar sizning yaqinlaringiz yoki o'zingiz jismoniy imkoniyati cheklangan bo'lsangiz, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, uyga chiqish xizmatini so'rashingiz mumkin. Buning uchun arizada shaxsning holatini ko'rsatish va tegishli tibbiy ma'lumotnomani taqdim etish kerak bo'ladi. Bu xizmatning tartibi va muddatlari mahalliy davlat xizmatlari markazida aniqlanadi. Kek qadam hozirdan boshlang. Eng muhim maslahat, ertalab harakat qilishni boshlang. Hech qachon oxirgi daqiqaga qoldirmang. Bugungi kunda davlat xizmatlari markazlarida navbatlar nisbatan kamroq, xizmat ko'rsatish sifati ham yuqori. 2026 yil aprelga yaqinlashgan sari vaziyat murakkablashadi. Xotirjamlik bilan barcha ishlarni hozir bajarib qo'yish. Keyinchalik sizni katta stress va muammolardan xalos etadi. Unutmang, ushbu yangilanish sizning hayotingizni yanada qulay va shaffof qilishga qaratilgan, ammo buning uchun siz ham o'z hissangizni qo'shishingiz kerak. Xulosa va yakuniy chorlov, qadrli do'stlar, bugun men sizga 2026 yil aprel oyidan boshlab har birimiz uchun qanchalik muhim bo'ladigan o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Hukumatning bu ogohlantirishi shunchaki bir tavsiya emas, balki shaxsiy hayotingizning ko'plab jabalariga bevosita ta'sir qiluvchi jiddiy talabdir. Eski namunadagi hujjatlar bilan yashash, yangi ID kartaga yoki erga ega bo'lmaslik, bu sizni davlat xizmatlaridan, bank operatsiyalaridan, hatto kundalik qulayliklardan mahrum qilishi mumkin. Bu ma'lumotni eshitganingizdan so'ng umid qilamanki, siz befarq qolmaysiz va hozirdan harakatni boshlaysiz. Vaqtingizni va asablaringizni tejashning eng yaxshi yo'li bu hozirdanoq hujjatlaringizni tartibga solishdir. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Siz allaqachon hujjatlaringizni yangiladingizmi yoki bu haqda endi eshityapsizmi?
o'z tajribangizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qib chiqaman. Ushbu videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotni yaqinlaringiz, do'stlaringiz va hamkasblaringiz bilan ulashing. Zero bu ma'lumot har bir fuqaro uchun hayotiy ahamiyatga ega. E'tiboringiz uchun rahmat.